birgina tilga qarab ichki a'zolardagi o'zgarishlarni aniqlash mumkinligini bilarmidingiz? Assalomu alaykum. To'g'ri eshitdingiz. Birgina tilda bo'ladigan o'zgarishlar orqali organizmdagi ba'zi bir kasalliklarni bilish mumkin. Normal holatda til pushti, sal nam va tiniq silliq bo'ladi. Agar til oq karash bilan qoplangan bo'lsa, og'iz bo'shlig'idagi yallig'lanish kasalliklarda, zamburuqlarda va oshqozon ichak muammolarida xuddi shu holatda bo'ladi. Qizil rangda bo'lsa, vitamin B12 yetishmovchiligi, temir yetishmovchiligi va folat yetishmovchiligi belgilarini dalolat beradi. Moviy binafsha yoki sianoz bo'lsa, bu asosan yurak kasalliklarida va o'pka kasalliklarining klinik belgisi bo'lishi mumkin. Qoramtil yoki tilning ustida tuk bo'lishi bu asosan chekuvchilarda, antibiotiklar ko'p qabul qilganlarda va ba'zi bir og'iz gigiyenasiga e'tibor qilmaydigan, ya'ni yomon gigiyenaga amal qiladiganlarda xuddi shu holatlar yuzaga keladi. Tilning shakliga qarab ba'zi bir kasalliklarni yana aniqlash mumkin. Bunda allergik reaksiyalarda, gipotiroidizmda yoki vitamin B12 yetishmovchiliklarda ham tilning shishgan yoki bo'rtgan shaklda bo'lishi kuzatiladi. Ba'zi bir oshqozon ichak kasalliklarida tilning ikki yon tarafida tishlarning izi bo'ladi. Ba'zi bir autoimmun kasalliklarda esa tilda yoriqlar, chiziqlar kuzatilishi mumkin. Buni tibbiy terminda geografik til deb ataladi. Yakunda nima demoqchimiz? Tilingizdagi o'zgarishlar, rangi, shakli, ustidagi qoplamlar sizda kuzatilyaptimi? Demak, ichki a'zolarda nimadir o'zgarishlar bo'lyapti. Bu belgilarga bee'tibor bo'lmang. Tezda shifokorga murojaat qiling va tilingizdagi o'zgarishlar nimadan yuzaga kelayotganligini aniqlang.